Habbatus Sauda sizning ishonchingizni oqlagan brend. Yillar davomida minglab hamyurtlarimiz sog'ligidan mamnun bo'lib kelmoqda. Tabiiy qora sidana mahsulotidan boshlangan yo'limiz endilikda yanada kengaydi. Endi siz uchun Assa erkaklar uchun tabiiy kuch va salomatlik manbai. Premium qora sidana va asal uyg'unligi. Detox, zararsiz ozish va yengillik uchun maxsus vosita. Murojaat uchun ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Ballistik raketa bu samolyot yoki dron kabi yo'nalishini doimiy o'zgartirib uchmaydigan, balki bir marta tezlanib, keyin fizika qonunlari bo'yicha uchadigan raketa. Bunga eng oddiy misol toshni osmonga otasiz. U yuqoriga chiqadi, sekinlashadi va keyin egri chiziq bo'ylab pastga tushadi. Ballistik raketa ham xuddi shunday, faqat juda tez, juda baland va juda halokatli. Raketaning osmonga uchirilish jarayoni launch deb atalib, bu bosqichda raketa eng kuchli holatda ishlaydi. Kuchli dvigatel yoqiladi. Raketa yer ustidan keskin ko'tariladi. Atrofda katta tutun va olov paydo bo'ladi. Bu xuddi feyerverkka o'xshaydi. Agar feyerverk kuchli bo'lsa, u balandroqqa chiqadi. Ballistik raketalar esa o'sha feyerverkning uzoq qarindoshiga o'xshaydi. Shu jarayonda raketa o'zidan katta issiqlik chiqaradi. Radarlar uchun esa juda ko'rinib turadi. Shu sababli bu bosqich raketaning eng zaif payti hisoblanadi. Keyingi bosqich esa tezlanish, ya'ni asosiy kuch yig'ish jarayoni. Bu 2 daqiqadan 5 daqiqagacha davom etadi. Bu bosqichda raketa tezligi keskin oshadi. Ba'zi qismlar bosqichma-bosqich ajralib tushadi. Keyin esa raketa to'g'ri yo'nalishga, ya'ni o'zining nishoni tomon otiladi. Raketa soatiga 20 ming kilometrdan ko'p tezlikka erishadi. Bu albatta raketaning turiga bog'liq. Keyin esa raketa ballistik parvoz bosqichiga o'tadi. Bu jarayon eng uzoq bosqich bo'lib, dvigatel o'chik holatda bo'ladi va faqat tortishish kuchi ta'sir qiladi. Bunga juda oddiy misol. Agar siz to'pni juda baland va uzoqqa otsangiz, u havoda suzib ketayotgandek tuyuladi. Ballistik raketa ham yer atrofida egri chiziq bo'ylab suzadi. Keyingi bosqich esa ajratish va chalg'itish, ya'ni haqiqiy kallakni yashirish jarayoni. Bu raketaning eng murakkab jarayonlaridan biri bo'lib, asosiy raketa tanasi ajraladi. Jangovar kallak alohida, soxta nishonlar alohida tashlanadi. Buyog'i himoya tizimlari uchun omad lato. Agarda haqiqiy kallakni ursa, bu jekpot. Keyingi bosqich atmosferaga qaytish jarayoni. Bu bosqich eng qo'rqinchlisi bo'lib, kallak yer atmosferasiga kiradi. Tezlik juda katta bo'lgani uchun atrofida olov paydo bo'ladi. Harorat minglab darajaga yetadi. Ballistik raketa meteorlar kabi yonib ketmasligi uchun maxsus qoplama bilan qoplanadi. Oxirgi nuqta zarba. Kallak juda katta tezlikda nishonga uriladi. Portlovchi modda bo'lsa, vayrongarchilik juda katta bo'ladi. Ballistik raketalar global xavfsizlikdagi eng kuchli qurollardan biri bo'lib, Amerika Qo'shma Shtatlari bu borada aniq va nazoratli zarbaga tayanadi. Rossiya Federatsiyasi esa maksimal vayronkor kuch va mudofaani yorib o'tishga intiladi. Shuning uchun ballistik raketalar bugungi kunda ham dunyo siyosatida asosiy strategik omil bo'lib qolmoqda. Ballistik raketa va qanotli raketalarning farqi nimada? Ularning farqini oddiygina qilib aytganda, ballistik raketa osmonga chiqib qulab tushadi. Qanotli raketa esa pastdan yashirincha uchib boradi. Qanotli raketa samolyotlarga o'xshaydi. U past balandliklarda uchib, uning dvigateli har doim ishlaydi. Qanotli raketa ballistik raketaga nisbatan juda aniq bo'lib, ma'lum bino, ko'prik va obyektlarni urish uchun ishlatiladi. Agarda shahardagi strategik obyektni odamlarga zarar yetkazmasdan urish kerak bo'lsa, bu yerda qanotli raketa yordamga keladi. Qanotli raketaning yana bir ustunliklaridan biri, u radarlarga kech ko'rinadi. Shu sababli uning zarbalari kutilmagan bo'ladi. Do'stlar, shu kabi videolarni kuzatib borish uchun kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha